Markaziy Osiyoning eng asosiy moliyaviy voqeasi deya baholanayotgan Banklar va Biznes Expo 2025 forumi boshlandi. Ushbu xalqaro ko'rgazma 3 kun davom etadi va bu shunchaki ko'rgazma emas, balki sohadagi yetakchilar va investorlar bilan noyob networking, yangi bozorga chiqish va biznes aloqalarini o'rnatish, shuningdek barcha qatnashchilar ishtirokida o'z brendlarini xalqaro sahnada taqdim etish imkoniyatidir. Ushbu xalqaro ko'rgazma oxirgi marta mamlakatimizda 2019-yil pandemiyadan oldin bo'lib o'tgandi. Keyin mana yurtdoshimizning tashabbuslari bilan banklarga bo'lgan e'tibor, mana hozir faktoring xizmatlari juda ham ko'p nisbatan ko'payib ketganidan bu ko'rgazmaga talab yuqori bo'lib bordi va shundan kelib chiqib biz 2024-yil oktyabr oyida ilk ko'rgazmamizni tashkillashtirdik. Ushbu ko'rgazma ham xuddi shu ilgarigidek xalqaro ko'rgazma qiyosda. Faqatgina ko'rgazmaning birinchi, ikkinchi kunlari xalqaro panel diskussiyamiz bor. Unda barcha xalqaro moliya tashkilotlaridan, kredit tashkilotlaridan, barcha mikro moliya tashkilotlari, banklarning rahbarlaridan mehmonlar tashrif buyurishgan. Hattoki bugungi tadbirda mana ko'rib turgan bo'lsangiz, Rossiya Federatsiyasining elchisi, Malayziyaning elchisi, Malayziya Respublikasining elchisi bor, hamda Saudiya Arabistoni elchisi. Elchilarimiz ko'pligi tadbirni yanada jozibadorroq qilishida. Ko'rgazmadan maqsad bu Markaziy Osiyo va Kavkazdan kelgan davlatlari shu finans va sohasida banklar, moliya, investorlarni va davlat korxonalarini bir yerga jamlab, dolzarb mavzular bilan gaplashish, kompaniyalar o'zini produktlarini, servislarini namoyish qilish va yaxshi networking qilish. Shu taqdimotlar davomida qanday mavzular yoritilyapti? Asosiy mavzular bu bank sohasi rivojlanishi, sun'iy intellekt, raqamlashtirish, kiberxavfsizlik, moliyalashtirish va venchurные инвестициялар. В целом выставка достаточно интересная, обширная. Здесь представлено огромное количество банков нашей страны. Каждый стенд достаточно красивый. Невозможно пройти мимо стенда Ускарт, где вы можете ознакомиться с нашими продуктами, услугами, а также принять участие в розыгрыше. Выставка будет проходить 3 дня. Здесь, в экспоцентре, мы продолжаем вовлекать посетителей на наш стенд и на протяжении 3 дней будем рассказывать о наших услугах и о наших kартах. Bunaqa tadbirlar asosan banklarga chakana biznes bo'yicha va MSB yo'nalishi bo'yicha, ya'ni kichik va o'rta biznes bo'yicha o'ziga hamkorlar yoki yaxshi mijozlarni jalb qilishga sharoit yaratib beradi. Qanaqa? Misol uchun ko'rgazmaga ko'p mehmonlar tashrif buyurganda o'zini kredit mahsulotlarini reklama qilish orqali yoki qanaqadir rozыгрышlar o'tkazish orqali o'ziga ham brendini obro'sini ko'taradi hamda kerakli bo'lgan mijozlarni o'ziga jalb qilishga turtki bo'ladi. Forumning ikkinchi qism muhokamasida investorlar, menejerlar hamda xalqaro tashkilot vakillari tomonidan to'lov tizimlari, blokcheyn, raqamli valyutalar kelajagi hamda kiber tahdidlar haqida muhokama qilinmoqda. Shuningdek, to'lov tizimining tendensiyalari hamda yangi imkoniyatlar haqida o'zaro fikr almashilmoqda. Early stage of an ecosystem where we had only